Assalamu alaykum Rizvangul kitob salonidagi söyümlü xanım qızlar. Biz bugün Salima A. Kamalning G'erib Shivaqlar namliq maqolalar to'plamidagi O'chmas o't namliq maqolani anglaymiz. Qani amsa avtorning qalami ostidagi bu o'chmas o't zada qandaq o'tkin birlikda anglab baqayli. O'chmas o't. Qurban Hayit harpisi. Televizordan san'at programmasini ko'rib o'ltiratdim. Sahnada chatma naqshlar avjiga chiqqan edi. Payansiz osmonning rangida ko'nglak kiyib, bo'yniga bayon asqan manga to'nis simoni sahnada ko'rib qoldim. Uning bayonining tillari ustida o'ynayotgan barmoqlarining tezligidan 5 barmog'i qo'shilib ketgandek ko'rinadi. U qozoqcha naqshidan birini voyaga yetkazib aytdi. Arqadan tatar kuylarini qo'yivetdi. Naq maydondagi tomoshabinlar uningga qizg'in alqish yangratganda, yodimga uning bilan birga o'tgan ashu yillar kelib tiklandi. Uning ovozi quloq tuvimda xuddi kakkukning kulkisidek yiqimliq sado qoldirib, asta-asta yiroqlashdi. 1970-yili Qo'rg'as nahiyasining chat yezisiga qayta tarbiya ilishga tushgan vaqtimizda onamizning bag'ridan texi ayrilib baqmagan ma'sum qizlar edik. Dehqonchilikni asos qildigan bu fermada ko'pincha shol teriladi. Kunimiz jafoliq, emgak bek ig'ir edi. Hammamiz kun siri jimig'irlashib ketyotdik. Qaynoq arzu armonlar, g'oya degan terminlar tilga ilinmas bo'lib qolgan edi. Zaynisa Ibrohim mushiyiziga kelgudak. Xabar tarqalgan kuni jonlanib ketdik. Chunki G'ult shahridagi dangliq san'atkor oilasining bu a'zosini tonimaydigan yosh yo'q edi. U shu yillardagi yoshlarning so'yishiga hurmatiga nail bo'lgan muzikant, naqshchi Aziz Ibrohimning singlisi edi. Shundaq qilib Zaynisa bizning sapga qaytildi. Uning yangroq, mungluq, sho'x naqshlari tizimizga sho'rliq suv kechib chal ko'chirgan chaqlarda. O'mi o'rib, bellarimiz pukilgan bug'doyliqda. Yegili bir parcha non topolmay qolgan g'ayrib yotig'imizda bizga hamroh bo'ldi. U naqsi bilan bizga iroda, kuch, umid ato qildi. U bar yerda qiz yigitlarning kulki sadosi yangraydigan. Uningga agishib umumiy xo'rg'i varqirayotgan ovozi yezini bir oladigan bo'ldi. Uning bilan birga o'tkazgan alohida bir sahar zodili esimdan chiqmaydi. May oyida sahra manzarasi bek go'zallashib ketdi. Ko'z oldimizda qad ko'tarib turgan egiz bastonliklardan yov gullarning purg'i tarab, yosh yuraklarda yiqimliq hissiyotlarning qo'zg'agan kunlarning biri edi. At saharda av ko'ringan jilg'iga berib yov gul terib o'ynab kelayli, dedim men uningga. Tang saharda yotug'imning derazasidan Zaynisaning xushxuy chiroyi ko'ringanda sakrab o'rnimdan turdim. İkimiz bir-birimizni qo'g'ilishib, mahalladan birdan dili chiqib ketdik. Biz bir do'ngdan eshib yana bir do'ngga chiqquncha olqinimizga tek soqol ko'katning sutini siqib, boshmaltaqdek seg'izmi qildik. Oxiri аңdi egiz do'ngga chiqdik. Shu chaqda pastga qarab ko'zimizga ishonmayli qoldik. Kun chiqish tarafdagi jilg'ida qizil tovar yapqandek ichilib ketgan Layli qozoqlar tog' shamolida beayni zo'r mash'aldek do'lqinlanib ketgan edi. Ya Allah, buni ziminni qara. Xuddi cho'chaklardagidek manzara aynan ekan-ku. Ikkimiz shodligimizni ichimizga sig'dira olmay qoldik. Biz yog'liqlarimizni purlab osmonga atatdik. Shosh toychoqlardek bir do'ngdan yana bir do'ngga qiyg'itib chepib chiqib ketatdik.
Ahırı çarçıdıq. Gül dengizge özümüzni etip, asmanga qarab yetip aldık. Men Leyli Qazaqlar arsıda yigani ösken bir tüp kakuk gülünü körüp kaldım. Bazı kişiler onu çığırtmaq gülü deydiken. Men Leyli Qazaqlarni dolqunitib etken şamalga pisand qilmay, kökü boyun sozup, mağrur içilip turgan kakuk gülünün yeniga bardım. Men bu yav gülni bek yaxşı köretdim. Men onun adamga aram begişlaydigan kök rengini sirliq, hayvetlik dengizning suyiga rangdash bo'lganligi uchun yaxshi ko'ratdim. Gül bergilerinin bulutsuz asmanning tiniq rengiga o'xshaydigan, odamni cheksizlikka intildirgan girbeklerini, uning qurib ketkichi beshini quyoshga mag'rur so'zib tik tura oladigan gül tojini yaxshi ko'ratdim. Uning hech kimning parvishiga muhtoj bo'lmagan holda do'ngladimi, etiz qirladimi, bükkidi bağladiki kakuk qo'ngan serin tüvdimi ichilalaydigan qaysarligini yaxshi ko'ratdim. Kakuk gülü şuncha yumran, şuncha tirik edi. Uning o'ncha notisi xuddi bir tuqqan qarindoshlardek yiltizini quchoqlab ko'kligan edi. Men gül bergilerge oluşup algan seriq çümüllerini qeyqib tushirishga boshlab edim. Vatanda bahar, elimda bahar. Bahar ilhami ko'ksimda yanar. Ajab chiroyliq vatan bog'lari. Zeynisa ovozini qo'yivetdi. Men uningga qarshilik qilmaslik uchun kakuk gülümning yeniga cho'kdimda past ovozda agashdim. Zeynisa naqshidan to'tni ulab aytib etib to'xtadi. Men uning yeniga yugurdim. Qo'yma chang keldirding dalini. Qara, muni Leyli Qazaqlarning g'unjilarim biraqli echilib ketdi. Men so'zimning javobsiz qolganligidan uning bir nuqtaga tikilib qolganligini sezdim. Uningga sap salganimda qo'ng'ir ko'zlarida liqqida yoshni ko'rdim. Nima bo'lding? Mening dehqonmi, podichimi, boshliqmi, hatto ushquchimi bo'g'im yo'q. San'atkor bo'lg'umba. Bütün hayotida akordeon chelib, bulbuldek navo qilib, cho'chakliklarni xushalliqiga sherik, qayg'usiga hamdard bo'lib o'tgan onam Maryamningmi? O'tir Osiyoning uzoq tog'dalarini kezganda, ravob chelib, naqshi aytib, Uyg'ur purg'ini yurt-yurtga yetkizgan karvonbeshi dadam İbrahim Axunning arzusi shu edi. Afsuski, men nimami deyalaydim? Hürmetlik o'qurman. Agar qayta tarbiya degan kechirmishni beshingizdan o'tkazgan bo'lsangiz, sizmi shu sharoitda uningga hech kimning hech nima deyolmaydiganligiga ishonasiz. İkimiz jimjit bo'lib ketdik. Men uni bezlashga jur'at qila olmadim. Chunki meningmi bir ulug' g'oyam bor edi. O'qituvchi bo'laman degan bu g'oyam mendan kun sir yiroqlashmoqda edi. Yuzimni Leyli Qazaqlar arsiga tiqib yetib oldim. Ancha uzun o'tmadi. Yurtum ezelden bir yaxşı makan. Yer baylığı mol, turmuş paravan. Bağları köptür, meyvesi tatlık. Zeynisa'nın ağızdan, xuddi bulbul goyanın ağızdan tökülgendek, desti gül tökülüşke başladı. Men köz yaşlarımni derhal sürttüm. Beşimni kötürsem, o naqşı eytip, Leyli Qazaqlardan gül desti tizgaş, kichikroq do'ngga chiqib ketib etibdi. Zeynisa ana shunda qiz edi. Shodliqni emas, qayg'usini naqshi bilan ifodalaydi. U uzoqroq naqsh etmay chidamaydi. Quyosh do'nglarning orqasidan lo'mmidi ko'tarildi. Ikkimiz quchug'imizni yav gullarga to'ldirdik. Ondan ovozimizni qo'yib etib mahallaga qaytdik.
Qara deydi, qara deydi. Qara mende yok. Qara muxning qasrag'idek gunoh mende yok. Buni tugitib, yana birini uludiq. İli yo'li egri to'qay, egri to'qay. To'qayliq sayraydi bir jup to'rg'ay. Ashu yoqdan xiyol bilan kelawatsam, mungluq g'amkin sayraydi bo'z to'rg'ay. 1972-yili men Urumchiga ketdim. Onun İli Pedagogika institutida san'at kasbida o'qiganligi, keyin bir o'ttir maktabda musiqa o'qituvchisi bo'lganligini angladim. Zeynisaning haqiqiy san'at hayoti 1977-yili boshlandi. G'uljiga xizmat bilan borgan Abnum rayonluq madaniyat nazoratining kishilari tasaddubiy fursatda uni bayqab, qobiliyatiga qoyil bo'ldi. Hamda uni Abnum rayonluq naqs usul o'migiga yo'tkab keldi. Ovozini sistemalik tarbiyaladi. O'qish bitirib o'makka qaytib kelgandan keyin u Urumchidagi saltanatli xalq saroyida bo'lsin. Küçük çıraklar yenip turgan televizyon nomerlerini lentiga elish zalida bo'lsin yoki chat tog'larda. Top ko'tarilib turadigan yezi sahnalarda bo'lsin, o'xshashli zo'q-sho'q bilan o'zi bayon chelib, Uyg'ur, Qozoq, Rus, Tatar xalq naqshlarini o'rindab, millionlagan tomoshabinning yuragidagi pinhon dardlarga malham bo'la oladigan. Yoshlarni ma'nilik yashashga ilhomlantira oladigan ko'p iqtidorli san'atkor nomi bilan xalqqa tonildi. Sen hayotim boshlangandan buyon jafoliq joylarga, xalq orasiga ko'proq bordim, deydi Zeynisa. Chunki mening ota-onam xalq san'atkori edi. Akalarimmo san'at talantini yoshligi bilan qo'shib san'atga beg'ishladi. Men san'atkor bo'lib murodimga yetdim. Amdiki arzuyum layoqatli xalq artisti bo'lib, ota-onamning ruhini amin topqizish. Zeynisa İbrahim birinchi navbatlik mamlakatlik asonliq millatlar bayrami uchun O'ynanglar nomli cho'ng hajmlik tatarcha usulning naqsh tekstini ratildi. Asiya tanharkat yig'ini uchun maxsus tayyorlangan tatarcha konsertining naqsini ratildi va o'zi aytdi. Tangritog'ida parlagan Hasan Husayn nomli cho'ng tipdagi naqsh usulda u bayon bilan o'rindigan Sarman kuyi eng oliy o'rindash mukofotiga erishgan bo'lsa, mamlakatlik 3-navbatlik millatlar san'at bayramida u o'rindigan tatar xalq naqsi Rizq kuy bayramni avjiga chiqadi. Zeynisaning onasi va otasidan keyingi ustozi, uning cho'ng akasi Hasan İbrahim, Jappar İbrahimlar 1960-yillarning o't yurak san'atkorlari edi. Kichik akasi Aziz İbrahim buloq suyidek suzuk ovozi, cho'nqur ma'nilik naqsi, liriklik musiqalar bilan madaniyat zo'r inqilobining vayronchiligida o'qishsiz qilib umidsizlangan yoshlarni atrofiga yiqqan. Ularni yomon yo'ldan, buzilishdan qutqizib qolgan naqsi bilan ularni hayotni so'yishga, razillikka, mehr muhabbatga to'lgan bu dunyoda boturlarcha yashashga undigan edi. Zeynisa İbrahimning inisi İlham İbrahim bu oilada hammadan talaylik yosh san'atkor. U bayonning tillarini basa oladigan bo'lgandan boshlabla aka hadlarining parvishiga erishdi. U Zeynisaga o'xshash bayonni sayritib, naqshini chang keltirib o'sdi. U 1992-yildan 1995-yilgacha Qozog'iston davlatlik musiqa universitetida naqsh kasbi bo'yicha aspirantlikni tamomladi. Hozir Urumchi shaharlik san'at umigining naqshchisi bo'lib ishlayotgan İlham İbrahim, dangdar muzikant Quddus Xo'jamyorov ijod qilgan bu oqshomni o'rindab xalqqa tonildi.
Zeynisaның omaq ishki qizi 5-ci avlod san'atkar süptida bayanını qo'liga oldi. Davlatlik 2-ci darajalik artist Zeynisa nurg'un zehniy quvvatini, qimmatli vaqtini sarf qilib 17 o'quvchi tarbiyaladi. Ularning 3-i Xi'an muzik shu'aniga qabul qilindi. Zeynisa İbrahim hozirmi kulkisini, qayg'usini naqshi muzika bilan ifodalaydigan, hayot uchun, san'at uchun yurak chirigidan ko'yib turgan bir o't. Uning bilan birga bo'lsangiz, mungluq bayon, sho'x naqsha goh sizni vatanning munbat quchoqlarida allay etidi. Goh qalbingizni liq-muliq muhabbatga to'ldirdi. Shu chaqda Zeynisaga qo'shilib, "Ah, dunyo" deb baqirg'ingiz keladi. Şinjan gezitining 2001-yili 1-sentabr sonidan e'lon. Ötler bizden haberler, ötken ne